quyosh panelida 1 oylik chiqarib beradigan hozirgi kundagi 1 oylik o'rtachasi mikroqarz, foiz baland kreditlar olsalaring bu hisobda qoplamaydi. 1 oylik to'lovini ham qoplay olmasa ham nima keragi bor buni o'rnatishga? Endi to'g'ri 1 oylik to'lovini qoplay olmasligi mumkin. Annuitet jadval qilsangiz 2 million atrofida tushadi. Agar siz differensialni, ya'ni tushib boruvchi qilsangiz 2 million 300, 2 million 400 mingdan kamayib boradi. 3 yilga yer soliq, mulk solig'idan ozod qiladi. Dangal qilib gapirganda 20 kilovatli quyosh panel 1 yilda 28 ming 30 ming kilovat elektr energiyani generatsiya qilib beradi. Siz 1 so'm pul sarflamasdan sizga soz holatda, ishchi holatga keltirib beramiz. Buning uchun bizga obuna bo'linglar, bizni kuzatib boringlar. Yangi kontentlarni sizlar bilan ulashib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Solar Pro kompaniyasi kuzatuvchilari, muxlislari, obunachilari. Bugun biz mana Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz. Qo'qon shahriga ikkita davlat ishchisida ishlaydigan yon qo'shnilarga 20 kilovatdan 40 kilovat, ya'ni quyosh paneli o'rnatib berganmiz. Asosan mijozlar ko'p bizga talab bo'lyapti. Kreditga qanaqa bo'ladi? Kreditga oylik to'lovlari qanaqa tushadi? Shu haqida bugun to'liq obzor qilib beramiz, yoritib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Ushbu mijozlarimizga quyosh panellar mutlaqo tekinga tushyapti. Mijozlarimiz bir mahallada turadi, ikkita do'st, o'zi davlat ishida ishlashadi, Toshkent shahrida ishlashadi. Bularda o'zlarining arizasiga, murojaatiga asosan 20 kilovatdan 40 kilovatga, ya'ni 80 milliondan 160 millionga, ya'ni 20 kilovatdan qilib kredit qilib rasmiylashtirishdi. Kredit rasmiylashtirish 60 oyga tushdi. 60 oy davomida bo'lib to'laydi bemalol. 1 oylik to'lovi agar siz annuitet jadval qilsangiz 2 million atrofida tushadi. Agar siz differensialni, ya'ni tushib boruvchi qilsangiz 2 million 300, 2 million 400 mingdan kamayib boradi. Endi quyosh panelida 1 oylik chiqarib beradigan hozirgi kundagi 1 oylik o'rtachasi ya'ni 2500 kilovat, 2700, 2800 kilovat o'rtasida bo'ladi. Endi bu mijozlarimizda Toshkentda safarda yurgani, ishlagani sababli hozir o'zlaringiz ko'rib turasizlar, yuvishga imkoniyat bo'lmagan. Agar yuvib tursa, mijozlar ko'pchilik biladi bu narsani. Yuvib tursa 10% ga, 15% ga, ya'ni buni KPDsi oshadi, effektivnesi ko'payadi. Bu mijozlarimizga qanaqa quyosh panellarini qo'ydik. Quyosh panellarimiz 32 donadan iborat, 625 wattlik ikki taraflamali Jinko quyosh panellarini qo'yib berdik. Shuningdek, Solix kompaniyasining 20 kilovatli 3 fazali invertorlarni qo'yib berdik. Ikkala do'stga, ikkala ishlaydigan, davlat ishida ishlaydigan qo'shnilarga bir xil qilib qo'yib berdik. Ikkalasi ham birdek ishlab turibdi hozirgi kunda. Ikkala qo'shnilarga ham Solix invertorlarni o'rnatganmiz. Solix invertorlarini afzali taraflari nimadan iborat desalaringiz, 5 yil kafolati bor. Ya'ni 5 yil davomida sizga o'rnatib bergan invertorlarimizga kafolat beriladi ishlashiga. Shu rasmiy ravishda kafolatlarini olib, shu sababli biz invertorlarimiz uzoq muddatli ishlaydi, servislari bor, muammo yo'q. Endi arzonchi, ya'ni invertorlardan yoki kafolatsiz, ya'ni bir marta ishlatadigan invertorlardan emas, garantiyali invertorlar qo'yganmiz. Servislari bor. Ertaga buzilib qolsa, muammo paydo bo'lsa, biz servis jamoamiz bor, texniklarimiz bor. Avvalo borib, ko'rib, tuzatib, siz 1 so'm pul sarflamasdan sizga soz holatda, ishchi holatga keltirib beramiz. Shu sababli shularni hisobga olib, narxlarimiz o'rtacha, ya'ni yuqori narx ham emas, past narx ham emas. Shularni hisobga olib biz quyosh panellariga shunday narxlarni belgilayapmiz. Ya'ni hozirgi kunda kredit evaziga 20 kilovatni 80 millionga bu mijozlarimizga tushdi. Yana bir holat bo'ladi. Ko'pchilik adashadi. Kreditni olishda rosa ehtiyot bo'linglar. Kreditni ko'pchilik hisob kitob qilmasdan oladi. Ya'ni mikroqarz, foiz baland kreditlar olsalaring bu hisobda qoplamaydi. Ya'ni 1 oylik to'lovini generatsiya yopa olmaydi. Shu sababli bunaqa foizi baland kommersiy, ya'ni tijorat kreditlarini olmaslikni tavsiya beraman. Buni olmaganlaring ma'qul. Undan ko'ra banklarda maxsus, ya'ni yashil energiya kreditlari bor. Shulardan foydalanib bemalol olsalaring foyda bilan chiqib ketasizlar. Agar sizlar baland foizda tijoriy kreditlarni yoki mikroqarzlarni olib turib quyosh panel o'rnatsalaringiz, unda albatta ziyon bilan chiqib ketasizlar. 1 oylik to'lovini qoplay olmaydi. Shu sababli sizlarda, ya'ni mijozlarimizda quyosh panellariga nisbatan, ya'ni negativ xulosa paydo bo'ladi.
bir oylik to'lovini ham qoplay olmasa ekan, nima keragi bor buni o'rnatish degan xulosaga kelib chiqadi. Shu sababli imtiyozli kreditlardan foydalaninglar. Albatta bizga qo'ng'iroq qilsalaring, biz sizlarga qanday qilib kompensatsiya olish, ya'ni 5% kompensatsiya olishni o'rgatib qo'yamiz. Albatta mutlaqo maslahat bepul. Ushbu mijozlarimizga shuningdek elektroset, ya'ni dalolatnoma qilib beradi. Dalolatnomada, ya'ni yoki ma'lumotnoma qilib beradi. Shu dalolatnomani olish orqali soliq idorasiga boriladi. Soliq idorasiga shu ma'lumotnomalarni, ya'ni dalolatnomalarni taqdim qilsa, 3 yilga yer soliq, mulk solig'idan ozod qiladi. Ko'pchilik buni yo'q bunaqa bo'lmas ekan, buni ola olmaydi yoki hududiga beryapti ekan. To'g'ri, avval qaror hududiga edi. Qayerga o'rnatsa shu kvadratga berilardi. Hozirda faqat fuqarolarga, ya'ni jismoniy shaxslarga turar joylarga, noturar joylarga emas, turar joylarga shu deylik bazaviy miqdorda, ya'ni mulk solig'iga 412 mingdan 2 barobar, yer solig'iga 1 barobar miqdorda, ya'ni imtiyoz beradi. Bu degani 1 yilda siz 1.200.000 so'mlik imtiyoz olasiz. Ya'ni 1.200.000 daromad qilasiz. Ya'ni 3 yilga shu imtiyozdan foydalanishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, sizlarga eng qiziq joyini aytib o'tib ketaman. Dangal qilib gapirganda 20 kilovatli quyosh panel 1 yilda 28.000-30.000 kilovat elektr energiyani generatsiya qilib beradi. Bu degani 1000 so'mdan chaqqaningizda 28.000-30.000 so'm atrofida qo'yib beradi. Bu qachon chiqaradi degan savolga faqat original invertor, original panellarni yaxshi usta yoki firmani tanlaganingizda shu ko'rsatkichga erisha olasiz. Endi 28.030, ya'ni 28.030.000 pul bu, ya'ni ishlab chiqargan generatsiya. Kredit olgan taqdiringizda kreditni har oylik to'lovi 2 milliondan chiqqanda bu degani siz 1 yilda 24 million kredit to'laysiz. 24 million kredit to'laysiz. Bu yerda 28.030.000 so'mlik generatsiya chiqarib beradi. Ya'ni siz shuni tashkillashtirib qo'ysangiz, kredit olib uyga shunday qo'ysangiz bo'ldi. Sizga ya'ni 4 million, 5 million, 6 milliongacha bir oyda, ya'ni 1 yilda, aniqrog'i 1 yilda 4 milliondan 6 milliongacha daromad bilan chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda o'zingizning xarajatlaringiz bor, uni qoplash mumkin yoki misolda xarajatingiz kam bo'lsa 3-4 million daromad bilan chiqishingiz mumkin. To'g'risi, kompaniya rahbari sifatida o'zim kommentariyalar kuzatib boraman. Bizda bitta narsani bilib qo'yishlarini xohlaymiz. Bizda misoldilik o'rnatgan mijozlarimiz o'zini fikrini bildirib chiqadi. Mana shu mijozlarimiz ikkita yon qo'shni davlat ishida ishlaydi. Bular to'g'risi chiqqani, gapirgani xijolat bo'lishdi. Shunga efirga chiqib yurmagan odam to'g'risi xijolat bo'ladi. Shu sababli o'zim bemalol tushuntirib, qanaqa nima qo'yganmiz sizlarga obunachilarimizga yetkazib boryapmiz. Endi bizda bitta narsa, mijozlarimizdan misolga chiqib munosabatni bildirgan bo'lsa, o'zining fikrini bildirgan bo'lsa, bu yerda hech qanaqa bir o'xshatish, sun'iylik yoki qanaqadir bir kimdir pastavnoy odamni olib chiqib gapirtirishga bunaqa narsalar bizda yo'q. Bemalol ishonishlaring mumkin. Kerak bo'lsa, agar deylik kimni telefon raqami kerak bo'lsa, imkon qadar harakat qilamiz, beramiz. O'zingiz primoy, ya'ni to'g'ridan to'g'ri gaplashib, shu o'rnatgan mijozimiz bilan qo'shimcha ma'lumot olishlaring mumkin. Shu sababli bizda bunday masalalarga umuman yo'l qo'ymaymiz. O'rnatganimizga 50 kun bo'libdi hisoblasak, 50 kun bo'libdi, ya'ni 20-avgust 2025-yilda o'rnatganmiz. Mana bugun 11-sana, ya'ni 50 kun bo'libdi. 50 kun davomida sizlarga, ya'ni analizlarini hozir ilovalarni ko'rsatib o'tamiz bir qator. Hozir mana bemalol mijozimizdan o'zining telefonidan ilovasidan ko'rishingiz mumkin. Mana uka keling, sizga ko'rsataman. Mana Solix ilovasi kiramiz. Mana hozir bugun chizlo nechi? Bugun 12-chi. Shu paytgacha mana soat 12 bo'ldi. 41-42 kilovat chiqarib berdi. Kechagi kuni mana deylik 98.8 chiqarib beryapti. Endi bu yuvilmagan. Agar yuvilgan bo'lsa yana effekt oshadi. Shu sababli mana общий generatsiyasi mana 20-avgustdan beri qo'ygan bo'lsa 5113 chiqarib beryapti. Bu degani bemalol 2 oylik kreditini qoplab bera oladi. Ya'ni hozir bizda 2 oylik kreditimiz 5% kompensatsiyani ayirib tashlagan holatda 2 million so'mdan chiqadi yoki differensial bo'lsa 2 million 300 mingdan chiqadi. Bemalol kreditni qoplay oladi. Shu sababli sizlar shu analizlarni real holatda ko'rib, bemalol
o'zlaring uchun xulosa chiqarib olsalaring bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat. Bizni kuzatib bo'linglar, bizga obuna bo'linglar. Aytmoqchi, hammalaringga kuzatib boruvchilarga kattakon rahmat. Sababi biz real obunachilar bilan hozirgi kunda mana obunachilarimiz soni 3000 tadan oshdi. Kutib qolamiz, xudo xolasa yilda oxirigacha yaxshi natijalarga erishib, sizlarga zo'r kontentlarni qilib, buning uchun bizga obuna bo'linglar, bizni kuzatib boringlar, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar, to'liqroq ma'lumot olish uchun hamda obuna bo'lish esdan chiqmasin, chiroyli kontentlarni qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.